Farosatli xotinni kim topa oladi? Uning bahosi gavhardan ham baland. Eri unga yurakdan ishonadi. Hech narsaga muhtoj bo'lmaydi. U eriga yomonlik emas, bir umr yaxshilik qiladi. Jun va surp topadi, xursand bo'lib, o'z qo'li bilan ishlaydi. Savdo kemalari kabi uzoqdan nonini keltiradi. Qorong'ida o'rnidan turib, uy ahlini ovqatlantiradi. Xizmatkorlariga topshiriq beradi. Niyat qilib dala sotib oladi. O'z qo'li bilan uzumzor yaratadi. Belini mahkam bog'lab, qo'llariga quvvat beradi. Qilgan ishining rohatini ko'radi. Tunlari ham chirog'i o'chmaydi. Qo'lini charxga qo'yadi, barmoqlari ip yigiradi. Kambag'allarga qo'lini uzatadi, muhtojlarga rahm qiladi. Uy ahli uchun qish-qirovdan qo'rqmaydi, chunki ular hammasi qalin kiyintirilgan. O'zi uchun so'zana tikadi. Libosi kimxob va shoyidandir. Eri yurt oqsoqollari orasida o'tiradi. Shahar darvozasida tanilgan. Yana shoyidan kiyim tikib sotadi. Savdogarlarga belbog' yetkazib beradi. Libosi quvvat, sharaf, u kelajakka qarab quvonadi. Donolik bilan so'zlaydi, mehr bilan nasihat qiladi. Uy ahliga yaxshi qaraydi, dangasalik qilmaydi. Bolalari turib uni duo qiladi, eri ham maqtaydi. Farosatli ayollar ko'p, ammo sen hammasidan a'losan. Joziba aldamchi, chiroy esa o'tkinchidir. Ammo egamizdan qo'rqadigan ayol ko'kka ko'tariladi. Mehnatining mevasini ko'rsin, ishlari darvozalarda uni sharaflasin.